Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qish faslida ko'pchilik mashinasida mana shunaqa muzlash holati kuzatiladi. Hozir bitta life hack ko'rsataman. Ichkaridan pechkani yoqib qo'ysa ham eriydi, lekin undan tezroq varianti bor. Paketga iliq suv qilib olib chiqasizlar. Unaqa o'ta issiq ham bo'lib ketmasligi kerak. Iliq bo'lishi kerak, o'ta issig'i oynani yorib yuborishi mumkin. Mana shunaqa qilsanglar tez eriydi. Pechka qizdirishini kutmaysizlar shunda. Paralarni ham o'zi suv sovib qoldi shekilli.